1940 mamlakatimizning Yapon qaraqsiri qarshi urushi jallilik tirkishish bosqichiga qadam qo'ydi. Bu chaqda Yapon qaraqsiri qarshi urushga izchil pasiblik qilib, Gongchandanga aktiv qarshi turib kelgan Gomindang aksiyachilari texmo sirkilish paydo qilib, 8 va yangi 4-armiyaning taraqqiyotini cheklab, ularning dushman orqa safiga cho'nqurlab kirishini to'sib bilan qolmasdan, balki Yapon qaraqsiri qat'iy qarshi turgan bu qoraliq kuchni yo'qotish urindi. Jungo Gongchandang va uning rahbarligidagi armiya yo'ldosh mavzudun tuzgan fangjinga asosan Yapon qaraqsiri qarshi turishni qat'iy davomlashtirib, taslimchilikka qarshi turdi. İttifaqlıqda ching turib, bo'linishga qarshi turdi. Olg'a besish qildi. Sharqqa yurish muqaddimasi ana shu kurashlarni aks ettiradigan voqeadir. Ahvoldan qaraganda dushmanlar fursatni foydalanib bizni yo'qotmoqchi bo'lyapti. Dushmanning birlashma vositasini qaraganda-mu, ularning ishtihosi xeyli bor. Baba! Sizlarga ko'rgish qarashlar chiqdi. Yaxshi. Sen berib demag'in. Bo'lur. Dushmanlar bizga nihoyatda foydali fursat yaratib berdi. Sizlarga sizning ko'rib hujum qilib izlamoqchimi? To'g'ri. Baba! Sizlarga Qonjurum qaytib keldi. Qaytib keldingizmi? Qaytib keldim. Yaxshimisizlar? Dushmanlar tozalash rizotga mundaq bir payt qaytib kelamazmikin deb azirib edim. Men bu xabarni anglab kechirib yolmandim. Kelib, janubning ahvoli sizni so'zlashaylik. Gomindang aksiyachilaridan Lingshingning qo'shini janubdagi Jixoyga hujum boshladi. Ular Yapon qaraqchilari va xoin Wang Jingga yig'masishib, bizning asos qismlarimizni janubga yo'qotish qurinyapti. Teslim bo'lish xavfi bag'asira yig'irlashmoqda. Shundaq. Dushmanning Gongchandan qarshi turib Yaponga taslim bo'lishini tarmar qilish uchun Tang Jungyang va Mao Zedongning ko'rsatmasiga asosan Changjangdan o'tib shimol Junj qilib shimol Jiangsuda Yapon qarshi baza qurish, Jalli Fangjini izchillashtirishni qaror qildi. Ahvol qaraganda shimol Jiangsudagi aksiya chiqqandan keyin Jiangjuda hukmron kuch Li Shiyi bilan Lidamazdan kuch kiritib, armiyamizning shimol yurishini to'smoqchi bo'ldi. Shundaq ahvol bag'asira murakkablashmoqda. Keling, buni qarang. Ahvoldan qaraganda dushmanning qo'lidan ko'rik veshi bosishni tortib olishimiz lozim. Shundaq qilganda janubdagi asos kuchimizning daryodan o'tishiga o'ng'aylik bo'ladi. To'g'ri. Jixoy buning fikrimi shundaq. Hozir murakkab ahvolga asosan Jixoy bu bizga aksiyachilarning Yaponga taslim bo'lib Gongchandan qarshi turish qasdini fosh qilish va Lidamazlar qarshi xizmat kuchaytirib ularning betaraf uchun turishini qo'lga keltirish. Yana ahvolning tuyuqsiz o'zgarib qolishini saqlash to'g'risida yo'l qo'yadi. Shundaq. Bo'lasizlar. Jiangju Txaveydan xat keldi. Qarang. Jiang Jieshi ve Hain Wang Jingwei'nin adamları Jiangju'daki hareketini bağansır ciddileştirmekte. Ama gayla, obdan keldim. Bir maldan turuşlu var. Sana kırasın. Berek var.
bu 장위원장ның 3. urush rayoni 장관성 boz arqılıq evetken tilgirami. İşkillerini Süleymanlık komünistlarını yoktu, Cыңfu Zungzu Huylıqıға taylı. 장위원장 komünistlar armiyasının gücü kündüz vatqanlığını görüp nihayetini ensirmekte. Şuna Yapıllarning Janubiy Okean taqimorligi askar ajratgan fursatdan foydalanib, Gulsandanga taqobil turmoqchi bo'ldi. Hozir Sharq Janubiy Anquy, Sharq O'ttir Xubey, ham Xayxa daryosining shimoliy tarafida Gulsandanga qarshi qo'shinni o'rinlashtirish ishi asosiyatdan tugadi. Janubiy Jiangsuda Linshin Zongzu Xuymo Xanjarning ushini yangi 4. armiyaga qaratdi. Ammo Shimoliy Jiangsu'dagi daryo bo'yi rayonlari Sulaymanga tabe. Shunga 장위원장 janoblari ikkilaridan qanday Chingjushi bilan bo'lgan koni adovatni ko'ngildan chiqarib etib, birlikda Gulsandanga qarshi turishni umid qilmoqda. Jansai, bu naydan obdan ish. Biroq oldiranliq qilgan bilan ehtimol Gulsandanga qarshi turib uni yo'qotish 장위원장ning irodasi. Shundaqla partiyamizning zo'r ishi. Buni hargiz kechiktirishga bo'lmaydi. Uning ustiga yangi 4. armiyaning asosiy kuchlari Changjangdan o'tmoqchi bo'ladi. Hozir xalq Qash bilan ko'prikning orasida kelib qoldi. Jansayning gapimi durust. Lekin sizningcha bu ikkilari Mungchining askariga tankilanmasmizmikin deb qo'rqishanda? Hech gap yo'q. Qanday Chingjushi bo'lgan 3-yilning silini Jangshinbinga moslashib harakat qilish to'g'riliq buyruq berdi. Jansay, bu ish noydan 3 tumsit o'tirib qo'yilgan. Ma'qul. Endi siz hozir sharbirlar bilan qo'shilasiz. Ikkilari o'rtaroq maslahat ishlashadi. 既然是蒋介石的意思，那就是说从也得从，不从也得从。Bizning talabi shundaq. Buni shundaq qilmay mumkin emas. Qiyin. Agar do'ni qanday jangga chiqsaq, tutsaq qo'p. Yaxshi. Bu ba'da turib qo'ysak, buni tasavvur qilib bo'lmaydi. Undaqda, Gulchandanglar albatta mudofaa ko'rdi. Biroq qanday changdak bunda kishi yaklaydigan dunyoning kuchini mudofaa ko'rmay turolmaydi. Meningcha bir qarorga kelib, oraga qistirib jon saqlashimiz lozim. Sizningcha o'z doiramizning kuchini ojizlashtirib qolmasligimiz lozim. Bo'ldi. Shunday qilaylik. Yaxshi. Gulchandanga taqobil turishda ehtiyotchan bo'lish kerak. Dushmanga hargiz sal qarg'ilmaydi. Siz oldi bilan bu vazifani o'z ustingizga eling. Men Atijonjudni yurib ketaman. Bu ishni ehtimolga qarshi ehtiyot o'rin qoldirish kerak.
O'zing qo'y. Kim? Men, To'nji menga. Kim? Neymiş? 24-armiya ko'rik beshi hujum boshladi. Jo'ming jetildiyan qot keldi. O'zim fusil bilan birga 4-armiyaga moslashib, ko'rik beshi boqilligini aytdi. Nima? Juminji bek bosh-boshda qolib ketdi. U darhol qaytsin. O'ta. Aka, yangi 4-armiya ko'rik beshi hujum qildi. Bizni harakatlanaylik. Hujumga tayyorlaninglar. Baba! Çekininglar. Aka, bu Harbiy buyruq degan hukm. Nima iloji bor? Chekininglar. Mo'silim, mening vafosizlik qilganim yo'q. Iloji qilganda qildim. Keyin ganjirishga ruxsat qilgaysiz. Shu menga. Jangjo'ning ahvoli bag'asir murakkablashib Siloyan! Siloyan! Juminjaning nima qilgani? U chekinib ketdi. Keyin tushunib qolasan. Amisa Sen derhal birlerini başlap ko'rikni sharqiy bag'in, qarashlarni qochirmaslik lozim. Allah! Silah, bir eli şeyli. Sen mi değilse? Buyurun Allah! Yürü lan! Ne Allah? Oğlan doktor! Haramzade, devirdir. Oğlanlar! Allah! Allah! Panjang, bu ulanın nima qilgani? Qizimni to'xtating. Sizlar nima qildiq odamlar? Men gomindan farzallazın yo'qoy bo'lsa, Tödin Zongduyning silini qachon qo'y? Yo'fizing qo'y, qo'g'lashni to'xtishinglarni buyurdi. Nima uchun? Ko'rik beshi bizning qaramog'imizda. Xohlagan harakat qilishinglar ruxsat yo'q. Qiziq gap.
Sen berip liyo bu zungcu kıgay. Qarakçılar nerede ulu diken şu yerda yok demez. Hiç kim bizni to'siyamaydi. Yaxshi go. Sen berip canı yancan qarşı qo'y. Buni qandaqmi yapılarga qarshi turishlik bo'ladi. Bu yapılarni bir yaqin boshqa qilgan emasmi? Dongfa. Yaxshi. Qandaq? Shuni ayting. Fatih! Kutum! Ha. Boyliq sening bo'lib ketdi bu, ha? Qandaq, xotin? Omad rasakagin tudi. Lyo'piz o'zi qiynal taliye. Ha, kagini tudi. O'zi ushqetdi usta. O'zingizni qo'yning. Xolid Jongjim degan nomiga loyiq bir ish oldi-da. Nerede Galip Can'cım buludu? Bu kishi Macancı olsa Galip Can'cım bo'lgan bilan, 24-chi armiyadan mag'lub bo'lgan Can'cım bo'lib qoldi. Ya, anda demayli. Lyo'piz o'zi qiynal 24-chi armiyada yengiltigil olmaydi. Albatta. Qanchadan? Atilla odam evatib, ko'rik beshini yangi to'tirmayaning qo'ldan tortib olish kerak. 是了，走。Hayır mı? Sen nima adam? Mas'uli va partizanlar Zunjixiy Boston Fugani, Li Gongwin. Liu Fuzunjixining buyrug'i bo'yicha ko'rik beshini o'tkazish keldim. Sen ko'rik beshini kimni o'tkazmoqchi? Sizlarni o'tkazib olamiz. Bizni o'tkazmoqchimi? Yapon qaroqchilari ko'rik beshini besib olgan vaqtida sizlarni harakatga. Ko'rik beshi bizning zaminimiz. Ko'rik beshi Jungo xalqining zamini. Hech kimning shaxsiy mulki emas. Buning bilan mening cho'ttig'im yo'q. Mening bildig'inim yuqorining buyrug'ini ijro qilish. Qarindoshlar, olg'a! Olg'a! To'xta! Albajon, bor! Bu ahvolni boshliqqa ma'lum qiling. Bo'ldi. Yo'qolsin Jahongirlar! Dikilish qarshılaylar! Olsa yapın Jahongirligi! Xonjo'rim, siz haqiqatan bizning yuragimizdagi so'zni qildingiz. Go'mindan bo'lsa, haqiqatan xalqni qirg'ichilar. Ular qo'lidagi Qur'onni yapon qaroqchilariga ishlatmay, xalqni qirish uchun ishlatadi. Biz ularning kelishiga hargiz yo'l qo'ymaylik. Bo'ladi. Xonjo'rim, Ludamozni ko'rik beshin ta'tilishni odam emas tur. Nima? Yaqin chiqo, cho'qimchilar atma o. Yuringlar. O'yinjon, nima ish bo'ldi? Bu malum bizga o'q chiqadi. Men ko'rik beshni o'tkazib olish keldim. Qur'onim ta'tish nima qilyapti? Sening ko'rikni o'tkazib olish nima qilyapti? Odamga qarab o'q chiqarishga nima qilyapti? Bu bizning Lofuzning fikri. Nima?
Senin puzuncu kuyum, o kanhor münafık. Onun burun bizini buzak kıygallığı az mı iken? Üstüsteki kutun eleş doğulgan gününü hatırlaş, ölüm uzuş bahanesi bilen kançılığın pulumuzu yiyip gitti. Yapon karaşçıları kelgende karışını görmezliğini koyduğun tüküp etti. Yani 4. ermiye ekilip köylük peşini azat kıyganda, yani bizini buzak kılmakçı mı? Şerki misin? Man benim lüydanı azık et. Yani 4. ermiyenin köylük peşinin çekinişi biz unumayız. Anladın mı? Amma unumaydı. Sen kayıtıp bağandıkin lifuzuncuğu kayıtkın. Bu katimek bu kılımız. Çıkkın şunda kımsın. Hoş. O. Gap siz ondan karganda donbelik okşumam sen. Şundak. Av tam kızılgan şuarını kördün mü? Biz küllerinin birde donbeyini azat kısa. Sen kursan bulamsan yok. Elbette kursan bulayım. Şunda. Endi biz bugün körgün azat kılgan olsa, sen nemiş kapıp kaldın? Senin hakiki Cungo adımı bulup, Yapon karşı uruşlu devlet ve millet faydalı kışlarını köprek kılışını ümit kılımız. Bak. Qaytib bağandekim, Lifuduncuqu qaytqın. Onun umumi vaziyet nazar tutup, ittifakını çıngıtıp, Yapon karşı duruşunu ümit kılımız. Elbette. Bu fikrimizni çokum yetkizime. Ma'qul, seni yetigen uzutup koyunlar. Ma'qul. Hazır Şimali Cansu'da ittifakını çıngıtıp Yapon karşı köreşini qat'iy davamlaştırışımız, Gumucan'dan karşı teslim kuşlarını tarmar kılışımızga, Yudamazlarının betarafligini kolu keltirişimizge bağlı. Yudamazlar Şimali Cansu'nun yerlik hakimdarları. Hazır uladın Cangceşi ve Handiçinla paylanıvatkan bolsu mu? Ama ula bilen Cangceşi'nin başlayan yeklet siyasete otursa da yani ziddiyet var. Yudamazın içki kısmıdı mı, sol, otura, oңçil degen ayrımılar mı var? Mesela Cümünce'dek içki uruşunu kalımaydıganlar mı yok emez. Biz yakşı hizmet işlesekla Yudamazını kolu keltirişimiz mümkün. Mubada Cangcu'dakini yüzsüzlük kesiyor. Şunda kılışı mümkün. Yudamazla 40 neçe ming adam giyge. Onun üstüki Cangceş Handiçinla ulaq yülenç bulup atıdı. Ular elbette bizni köz kılmaydı. Şunu biz uruş tayyorligini yaxshi qilishimiz lazım, to'g'ri. Agar Yudamazlar hujum qilishga jur'at qildigan bo'lsa, biz o'zimizni qo'g'dash prinsipimiz bo'yicha qat'iy qasamlar beramiz. Urushda g'alaba qozonmay qo'ymaymiz degan maqsadga yetishimiz lazım. Tayanch harbiy kuch bo'lmasa, ularni qo'lga keltirish kapolat qilgani bo'lmaydi. Qisqasi, mayli odam vatib suhbatlashaylik, mayli urush qilish tayyorlanaylik. Maqsad Yudamazlarning betarafligini qo'lga keltirib, birlik Yapon qarshi turishdan iborat. Jangjuga men berib kelsam, Tangvi o'ylashib ko'rsa. Ahvol aytimi murakkab. Ko'proq taqat bo'lib. Jangjuga borgandan keyin avval Jumunja bilan so'zlashib ko'ring. Odat. Qaytib ket. Sho'liyo. Ko'p ehtiyot qiljimu. Unut. Hayır, sizlarga aql tilayman. Ma'qul, qoching. Qoch.
Aka. Körük ve eşideki canını qaytırıp ekege iş. Kelgisi de aniqlanadi. Solo kimning yapon qarshi turgan turmaganligini Mo'siling obdan biladi. Hozir körük ve eşidi rastlı urush olib qoladigan bo'lsa, bundan keyingi ishlarga ko'p ta'sir etdi. Men Zo'zo'ga bu vaqtda bir qancha qatim pishirib edim. Lekin körük voqeasini planlab chiqishning boshlig'i Xandiching ekan. Soluvenning amaliy huquqi Liu Damazning qo'lida. Zo'zo'qo'y Xandichingning taklifi bo'yicha vaqtincha Jangjudan ketdi. Liu Damaz bilan Xandiching uni zo'rlab ketkizdi deyishning ko'ra, Zo'zo'qo'y o'zi o'rinlashtirib qo'yib o'zini pinhon oldi deyish texamum voqeroq. Bu nima deganim? Aytirishanki, urushda g'alaba qilinsa, Zo'zo'qo'yning hassi bo'ladi. Agar urush vaziyati foydasiz bo'lib, Zo'zo'qo'y o'tirg'i chiqib murassa qilsa, bumi o'zi uchun ehtiyot yo'li bo'ladi. Meningcha undaq emas. Albatta. Körük voqeasining planlovchilari yolg'iz Liu Damaz bilan Xandichinglar emas. Amisi Jangjishimi? Unda bo'lmaganda Xandiching meni qilchilik qilib ketna olmaydi. Buning aqsida texmi zo'rda. 什么阴谋？最近除了重庆、兴华以外，江州不也在大谈起战则亡，和则存的谬论吗？这我是坚决反对的。主和。Ameliyatda Yapon jahongirligiga taslim bo'lishdi. Hay, bu gap eshib ketdi. Bu gapni ayt ashirib etdim. Men azaldan Gomindanning Yapon qarshi turishida munozara talab qilmaydi deb qarab kelmoqdiman. Uka, sen Gomindanning ta'sirini cho'nqur qabul qilsan. Menimcha, sen Gomindanning ta'sirini cho'nqur qabul qilsan. Sen qiz bola, nimani bilasың? Endi Wang Zhongweining vakil Jangjong nima maqsadga ketdi? Kim shunday deydi? Ko'chada kishilardan kim bilmaydi? Bo'ldi. Gapni mushat to'xtayli. Ammo singlim hukamning men siyosat o'qisammi, mening yoshim sizlardan bir necha yosh cho'ng. Sizlarga bir necha nasihat qilay. Qatnashib tegishli bo'lmagan harakatlarga oz qatnashinglar. Ko'rishga tegishli bo'lmagan kitoblarni oz ko'ringlar. Anglashga tegishli bo'lmagan so'zlarni oz anglanglar. Bo'libmi xatarlik iddining ta'siriga asolat berilib ketmanglar. Bugungi kunda odam bo'lishning yo'li ehtiyotchan, ig'ir besiq bo'lish. Undaq bo'lmaganda o'zingni cho'ng ziyon uchrab qolmasdan, men sizlarning chatig'inglar qilishim mumkin. Yo'q, o'zingni qo'y, siling, fusiling, qilimni ziyofat taklif qildim. Mening ko'nglim alamda emas. Baranmaymi deydi. Qara. Aziz mehmonlar, hurmatli janoblar, bugun bizning ko'na adovatni ko'ngildan chiqarib o'tib, birlikda konsentanga qarshi turishimiz nihoyatda zo'r ish. Men Yo'bizonda qo'yning ko'rib hujum qilgan chog'da g'alaba qozonishi uchun taxt ko'tarishga qilaman. Men qo'shilaman. Xotin, qani akalaring bilan mush bir qadahni ko'tarib aytgin. Qara. Shayla. Qanishayli. Bobo. Lafzon qo'y. Çoğusunun mecazım yok, varanmayman depti. Halıgını kıysın. Hoş. Kömünce, kemmetlikte. Kastan bant tapkan buluş gerek. Toğra, bunun da nesi var? Ötken kıtımını körüpten kaytırıp gelgen çağda, onun ait narazı oldu. Bu uzun yıllık asker, mecaz ezel düşündak. Kendisi boptu. Bu adamı canlı turğuzu verse, ahır bir çatak çıkardı. Menimce, onu körüp peşidik uruşqa verse, Yang 4-cü armiya qarşı qo'ygan yaxshi. Canseyi, bu o'zi ayol bo'lgani bilan qo'sig'ida o'nari nihoyat unutula.
Azelden onun sizden çıkmayıver. Kandak filan gösterse onu kalbe icra koyar. Qandaq vakit? Siz mundaq əfsizcə erkepsiz. Yanıcının havasının soğuluqdan silahının xəbərinizlər yoxmu? Havadan endişe kılmayın. Joselin, adamlarımızın keyfiyet kandarak. Bunu bir ağız sözlerine etişini aytqıyın. Merhamet. Qiyin bo'ldi. Nəhayət qiyin bo'ldi. Kendiçin hareketinin dep akakıdın söyləyotudu. Lidamazmı kılıçını bilep sınap bakmakçı buluyotudu. Hazır askeri kuşlarını yötkeş, urullaştırış işi bir taraf kılınıp boldu. Hemminiz tayyor bulup tegip kesilip partlaş aleti tutmakta. Menimce bunundan kutuluş nəhayət qiyin. Bu qitim ben Mungsil'in telegramını hep geldim. Bunda kılıçtaki maksatımı ittifaklaşış hem vaziyet nesli keltiriş. Mungsil'in jiraqni ko'rdi. U jangchilik munosib ish qildi. Lidamazning ko'rik beshiq asli bilishidan qaraganda u urush qilmay qo'ymaydigandek turdi. Kanka, sizlarning tayyorliginglar qandayroq? Joaka, sizlarning tayyorliginglar qandayroq? Bu qitim qo'yunda Juyuning rolini olamsiz yoki Lusuning mi? Ha? Mening asli zatim askar bo'lsimi, men yana jungo odim bo'lganligim uchun ichki urushga hargiz qo'shilamayman. Sizlar bu vaqt xotirjam bo'linglar. Men Juminja yangi 4-armiyaga qarshi bir talmoq atmayman. Sizning vatanparvarlik haqqini pozitsiyangizdan biz intayin minnatdor. Ruxsat yo'q. Mana kerak. Halava, sen bir yer munçulu adamla gelip ne mi kılmaksın? Joaka, yangi 4-armiya ko'rinish hal qilib oldi. Uning ustiga jonjoq adamiyat tashviq yurgizyotidu. Bu to'plam kötü işte. Qilmasa, nima qilmoqsan? Siz aralashmang. Rayhon, chiroyliqcha qoralda shu. Anda qilmaydigan bo'lsang, mening qoralim 100 xato qilmaydiganligini bilib qo'y. Qoraldan qo'yish ikkisi bor. Ammo biz kommunistlarda azaldan qoral topshirdi odat yo'q. Bana! Kinola! Bedelle! Sen kural topshirib olmoqchimi? Men sen kural topshirib olishni ko'rsatib qo'yay. Qo'lingdagi narsalar chaqib kelmamdi. Qo'ysan, topshirma! Sen odamni nimanchi buzaq qilasan? Men neyip uzundu kuyga vakalsan mehman kupul kılıvatma. Seni kim benim uyum gelip mehmenimni tırlısın. Dostumның kuralını tatuvasın dep emette. Kimnin buyruğuna geldin? Joselin, gerek yok. Meni dep sizler konu kırındaşlarının münasebetiga dahil etmişsin. Joselin, ben söhbetleshishga keldim. Masalani kenglish hal qilish kerak. Qoral ishiltib aradagi muhabbatga daxl yetkazish hojatsiz. Sirkilish paydo qilib bo'linib ketish bu texim yaramaydi. Shunda, men ahmoqlik qilib o'zlarini rayis qo'ydi. Joselin, hırsının ketivesi qandaq? Sen kaç adamni ahmoq qilib yurasan? Bugün Huang Zhou'nun yüzüne qilmagan bo'lsam, adamını ürettim. Hasılığını olsun qo'yinglar.
Şosinin. Ben derhal Fuzuncu koyunu kışığı varay. Hay, sizning u yerga borishingіз xatarlik. Meningcha bizning odamlarimiz darhol sizni o'sib qo'ysin. Biz urushga tayyorlanaylik. Biz xatar to'qsaq inqilob qilmaydi. Sizlar kommunistlarning usqini Po'latdan bitganda. Bo'ladi. Siz jazman boradigan bo'lsangiz, men Limpusling bilan birga boray. Ma'qul. Men yanındaki Wang Jingwei'nin vekili Zhang Zhou keldi. Merhamet. Çoğaltı! Huan Bingman geldi. Sizle sohbetleşmekmiş. O nemenin sohbetleşir iken? Qamab qo'yish kerak. Meningcha uni joylab o'tish kerak. To'xta! Fuzon Juxoy. Yeni 4-nji armiyaning asosiy kuchlarini janubda Lingshingning qo'shinlari qurishyapti. Ular hozir yo'q bo'lish aldab turdi. Balkim ko'rikka ega ololmasligi mumkin. Lingshing yeni 4-nji armiyaga taqobil kelolmaydi. Hozir shuni tegmaydi.黄主任，刘副总指挥。黄主任，段处长。跟着。黄主任。Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Bu yerda yot odam yo'q. Men tanishtirib qo'yay. Bu kishi yangi 4-nji armiya Tingjingzongdan kelgan Huang Juren. Huang Juren. Tanishganligim uchun nəhayət xushalman. Faqir Jiang Gongren, Jiang soyuqsining sayyisi bo'laman. Jiang sayyi. Qag'alla tanish kishilar, qani marhamat. Qani bir qutaydi. Bu Mungsilingning qimmatli qo'shiningizlar ittifoqchish haqidagi telegram. Janobingizning ko'zdan kechirishini so'rayman. Armiyangizlarning qanday fikri bor? Qo'shiningizlarning ko'rib hujum qildiganligini anglab, nayt ko'ngil bo'ldik. Masalani ikki taraf suhbatlash bal qilishni umid qilmoqdamiz. Har ikki taraf yapon qarshi turish nazar tutsaqlar, qanday masalani hal qilishni aytыңlar. Men armiyangizlarni azaldan hurmatlayman. Biroq ko'rik beshi bizning qo'limizda turgan paytda sizlar o'z maylinglarcha ish qilmasanglar bo'ladi. Ammo Jiang Wenjang bu shantiqit qilgan so'zida urush boshlansala, zamin va yosh qari deb ayirmay hamma odam yapon qarshi turib, zaminni qo'g'dash mas'uliyati bo'ladi. Buningdan ma'lumki, har qanday joyda qarashlar bo'ladi ekan, uning qat'iy qarshi turamiz degan. Men o'ylayman, bu so'zlar Fuzon Juxoyning esida bo'lishi kerak. Andaqda yaxshi-ku. Hozir qaraqchilarni yo'qitib bo'ldi. Shunga armiyangizlar ko'rik beshidan chiqib ketsa bo'ladi. Armiyamiz yaqin arada dushmanning orqasiga o'tib sharqqa yurish qiladi. Hozir dam olish va tartib ishlarini yapmoqchi. Bo'lmaydi. Sizlar kommunistlarning azaldan og'zinglar boshqa, ko'ngli boshqa. Ulardan tumaysizlar. Tuanchujangning qandaq asosli paketlari bor ekan. Tuanning doklatiga qaraganda qatnashlarimizni o'zib, moddiy nasrimizni bo'lib, mudofaa o'rinlarimizni ishg'ol qilib oldinglar. Qizilmishni tashviq qilib, hukumatga qarshi sirkilish paydo qildinglar, ha? Afsuski paket buning aksincha. Yo'q. 3-urush rayonidan berilgan qurol-yarog'larni yo'l bo'yi asrab qo'shiningizlarga berganmi? Yana biz. Yapon qaraqsirdan ilingan g'animatlarni qo'shiningizlarga yetkazib berganmi? Yana biz. Buningga Fuzon Juxoy to'liq kafillik qila oladi. Ya. Hozir sizlarning ko'rib beshini besib olganligingni nima deyish kerak?
Yapon qaroqchilarining xalqqa qilmagan asirliklar qolmadi. Armiyamiz azob ichida qolgan xalqni qutqizish uchun ko'rik beshi hujum qildi. Buni qanday besib oldigili bo'lsin? Biroq armiyamiz yapon qaroqchilar qo'g'lab zarba berayotgan chaqda qo'shinimizlardan xirchilik to'sqinlik qilib yapon qaroqchilarini qochirib o'tdi. Hamda qurolni bizga qaratdi. Shisiling. Endi buni nima deyish kerak? Shimoliy Jiangsuda yuz berayotgan surkilishda sizlarning faqat javobgarliginiz yo'qmi? Yangi 4-armiyning birlik yapon qarshi turishni iborat qonjinni izchil davomlashtirib kelganligini hamma odam biladi. Bunun ayblashga arzidagi ish yo'q. Lekin qo'shinimizlar armiyamizning qaroqchilar qo'g'lab zarba berish to'sqinlik qildi. Qismlarni ko'rikni o'tkazish qivatib, bizning Wang Yongjanni yardar qildi. Bayatin Josulunning uyida meni qurolsizlantirmoqchi bo'ldi. Biz birlik yapon qarshi turishni muhim bilib sabr taqat qildik. Mush faktlar bizning surkilish paydo qilganligimiz bo'lamdi. Dal buning aksincha, bu surkilishni qimmatli qo'shinimizlarni Gungchandan qarshi ish ko'rish qilish qutratgan kishilar paydo qildi. Xon jo'rat. Mening ko'z qarashim boshqacharoq. Gungchandaning bu vaqtdagi javobgarligini cho'ngroq aytganda davlat bo'yicha, kichikroq aytganda Shimoliy Jiangsu bo'yicha buni telefonlaydigansizlar. Unday emas. Mamlakat bo'yicha aytganda biz Gungchandan 10 yillik ish ko'rish adolatini tashlab, Xi'an voqeasini nihoyat to'g'ri hal qildik. Biz birlashni o'tirib qo'yib, Yapon qarshi milliy birlikdan tashabbus qildik. 8 va 24 armiyamiz tajovuz qilib kirgan Yapon qaroqchilaridan 4dan 1 ulushni ko'proq zarba. To'g'ri. Bu Jiang Yuanjiangning Yapon qarshi urushga to'g'ri rahbarlik qilganda. Undaq bo'lsa, nemish qancha million askarga ega Gomindan aksiyachilari Jungo zeminning 20dan ko'progini Yapon qaroqchilariga tashlab berib, aksinch kuchini to'plab, Shanganning chegarasini qo'shib oladi. Nemish Yapon qarshi demokratik bazil muasirga oladi. 8 va 24 armiyaga hujum qilib, hamilja vatanparvar zotlarni va Gungchandan a'zolarini qirdi. Bu faktlarni butun mamlakat xalq angladi, ham o'z ko'zi bilan ko'rdi. Bu asossiz gaplar. Bu sizlarning tashviqotinglar. Tarixni hech qanday odam o'zgartirmaydi. Shimoliy Jiangsuning azab Xandeching Yaponlar bilan urush qilmay, Gungchandangni yotlar qatorida chakladi. Shuningdek o'z sistemasida bo'lmagan do'st qo'shinlarni yaklab chetga qoqdi. Buni Li Fuzhongji qo'yma o'zbeklik kechirgan. Ehtimol bu vaqt hissiyatlarim bordi. Bu ko'nish surishtirmaydi. Yo'q. Surishtirish kerak. Hanjo'rinning Hanjo'shiga munda tiltakizishi qaraganda, buningda jazman bir qaraz olish kerak. Gungchandan adolatlik asossiz gap qilmaydi. Hozir mamlakatimiz kuchli dushmanning oldida turganda ittifoqlashib chetning tajovuzga birlik qarshi turishimiz lozim. Bugun mening ash ko'ngilsiz ishlarni yana bir qatim o'tirib qo'yishimni Xandechingning o'z manfaati uchun boshqalar ziyon yetkazish siyosatini voz kechishni umid qilishdan boshqa narsa emas. Toza qiziqdi. Gungchandan yot partiyami emasmi degan masalasida Xonjo'rim faqat eg'iz ochmaydi-ku. Albatta eg'iz ochaman. Gungchandan vatanni va xalq nazar tutadi. O'zi odil, ko'nglida yomonlik yo'q. Albatta yot partiya emas-da. Sodiq qaysi yot partiya? Ha? Shunda. Jiang Yuanjiangmi, Gungchandangmi qarshi turadigan Wang Jingwei haqiqiy shaklinishga tegishli bo'lgan yot partiya. Agar siz yot partiya bo'lmasanglar, Shangandan chegara rayonini 8 va 4 armiyaning bazalarini amaldan qoldirib, butun mamlakatni Gomindan O'zbekiston rahbarligiga topshirishingiz lozim. Oh. Tozi kulkilik gap bo'ldi-da. Chegara rayon va bazalar mamlakat bo'yicha eng ilg'or joylar. U yerda farqor amaldorlar, to'xovli ishlar, o'z shaxsiyatini ko'zaydigan guruhvozlar chiriklashgan kayfiyat yo'q. Sirkilish paydo qilib qo'saqdaq boy bo'ldiganlar texmi yo'q. Mana bunday ilg'or joyni nimish qamaldan qoldirmiz? Kommunizmni yo'l qo'yishinglarning o'zi qonunga xilof. Kommunizmni yo'l qo'yish qanday qonun xilof qiladi? Sizlar kommunistlar Samminjoyni e'tirof qilib turib, yana kommunizmdan voz kechmaysizlar. Bu go'sht ko'ksib o'ksatganlik. Bu Samminjoy Bu Samminjoyni defende qilganlik. Biroq Songjongsan efendi undaq deb hisoblangan. O kommunizm Samminjoyning eng yaxshi do'sti degandi. Bizning olqishlaydiganimiz Sovet ittifoqi Gungchandan qarshi turib ishni qilgan izlagan saq Samminjoy emas, balki Songjongsan efendi tashabbus qilgan
Sovet Gungchandang bilan birlashish, ishchi diqqatlarga yordam qiladigan haqiqiy saminjoyi. Go'sh-go'sh o'pset saminjoyini dafsanda qildiganlar biz kommunistlar emas, balki shu aksiyachi guruh, ha? Men Jangsayining mo'sh aksiyachi guruh bilan bir qarashda emasligiga ishonaman. Ha, bu albatta. Bu haqda mening ko'z qarashim boshqacha. Bu nima deb? Bu mening konu savoqdoshim, ko'rishmagili uzun bo'lgan. Men bilan ko'rishgili ketdi. So'zingchi qo'y. Qonjo'rim biyak biz bilan Yapon qarshi urushdagi muhim ish ustida suhbatlashgani kelgan. Yot odamning xohlagan so'z quturishi ancha muvofiq bo'lmadi. Men bo'lsam, oddiy bir jungo odim. Siyoset degan nimani uqmayman. Biroq Qonjo'rim hamma kishilar kommunistlarni Sovet Rossiyasi bilan til biriktirib, Junguni Sovet Rossiyasining mustamlikasiga aylantirmoqchi deyishdi, ha? Xayni Mangjingni kapchib yurgan bu pitmay qilalaning Komindangning Solovan partizanlar Zongjuqi bo'lsa aytilishi odamni hayron qoldirdi. Siz qarisiqlik yaqinman. Junguda turli Mangjing'i bor, ammo askar bo'lgan shu bir. Yoshroqlar hammani joyida bor. Tuzingchi qo'y. Men qarshiman. Sening haqqing yo'q. Xalqning ustidan hukm chiqishini kut. Bu nima degan gap bu? 你妈啊，这简直岂有此理！副董指挥，我希望我们的谈判够了。你说什么时候撤出桥头镇？这一点，我们可以协商。没什么好协商的。 Sen derhal Moçi'ye xat yaz. 3 kun ichida ko'vrik 5dan chiqib ketsin. Bozon jihoy, men suhbatlashishga kelgan. Davlelish to'g'ri kelganda men sana tankilanmasligim mumkin. Ammo so'qish qilish men sizni menda so'ra. Sizlarning qo'lingizda nima ish keladi? Har qancha firishtak askaringlar bo'lsa meni bilashmaydi. Mening qo'limda 40 mingdan o'shiq odam bor. Bular bilan kulinglarni ko'k so'raydiman. Xo'p, Qur'on topshu. Sen qayaning botir qo'qansi? Binsing biz Yapon qaraqsiri ko'rsatgin. Mana shu chaqda zanqing chiqdi. Qizonchi qo'y. Bu qatimki ish ko'rish qo'zg'ash javobgarligi Rastilla sizning ustingizga tushmoqchimi? Ishga urush qo'rqansi bu. Senlarni qo'rqamayman. Sen nimani bilasan? Yo'qol ko'zimdan. Nima qarab tursa? Nima? Vanna qatla. Qonjo'rin, qizlar bugun ko'proq ichibdi. Uni hergiz ko'ngillarga olmasa. Mening bugun Jiangjuga kelishim bizning ko'rikni qo'lda tutib turolmaganligimiz emas. Balki ichki jihatdan ittifoqlashib, tashqi jihatdan Yaponga birlikda qarshi turish uchun. Agar Li Fuzingjiga jazman to'qinish paydo qilmoqchi bo'lsa, men gapning o'chig'ini aytib qo'yay. Sizlar yengan taqdirdimi Jiang Jieshi va Xanday Chinglarning sen yutib o'tishi va chat qiqishidan qochib qutulamaysiz. Yengilib qolsanglar, buningdan kelib chiqadigan oqibatni tasavvur qilishni aytqin. Uningdan ko'ra ittifoqlashib Yaponga qarshi turib, davlat va millat foydali qilishdan ko'proq qilganimiz yaxshi. Li Fuzingjihoy, siz aqlli odam. Buningdagi foyda ziyonni obdan o'ylab ko'ring. Qonjo'rimning so'zini chunqur o'ylashga arziydi. Jusilonning aytqani to'g'ri. Qonjo'rim xili jiroqdan keldi. Endi ormasin. Ko'rik to'g'risida Qonjo'rim bilan keyin tafsil so'zlashamiz. Ma'qul. Ne fugan? Qonjo'rimni boshla.
Panjurun aramasın. Ma'qul. Men Liu Fuzingji Huyning qarorini kutaman. Bizni gunohkorlarda qamab qo'ydi. Siz bir amal qilib bu yerdan keting. Nega ketaman? Vazifamizni deb o'rlab bo'lmadi. Jo'ra, siz bu yerda turasiz, ular sizni jangoshlik qiladi. Hozircha bunday qilolmaydi. Hech gap yo'q. Yo'ldoshlar ko'rib beshdagi jangni yaxshi qilsalar, ular bir nim qilish jur'at qilolmaydi. Ular ko'rib hujum qilmoqchimi? Mo'ljari qaraganda bu urushdan saqlanqili bo'lmaydi. Jo'ra. Unda bo'lsa siz bu yerda turib nima qilasiz? Men qurbon bo'lib ketsam, sizni olib chiqib ketaman. Shaliyor. Hozir ketib bo'lmaydi. Biz kurashni qat'iy davomlashtirishimiz lozim. Hurmatli janoblar, fikringizni arziydigan hech qanday ish yo'q. Mening fikrimcha, qurol bilan hal qilish kerak. So'zingni qo'y. Hargiz bunday afsonalarga ishonma. Biz so'zlarning istiqbolini nazarda tutishimiz lozim. So'zingni qo'y. Ko'rik qachon harakat boshlaymiz? Qarab boqaylik. Bularning ko'rik beshdan chekinib chiqishini kutib turish taxim ishajlik bo'ladi. Zo'mizo urush qilganning nima hojati bor? Urush qiladigan bo'lsak, darhol harakatlanib, ular tayyorlik ko'rmagan vaqtda hujum qilsak, ondan g'alaba qozona olamiz, to'g'ri? Hey. Oldirmay ish ko'rsak, urushda g'alaba qozonig'ini bo'lmam ekan. Askarlarning qimmatligi siz harakat qilishda. Bu qadimdan buyangi atoqliq so'z. Doğan üçüncüleri körükni bizden burun işgal kılsa, qancha o'shining oldida men siz uchun gap qilmay qolaman. Janobingiz bilan obdaroq o'ynab beqishni umid qilaman. Danjon, qizimcha qo'y. Haliqi Xuan bilan so'zlashibga. Buningda samimiyat bormi yo'q? O'tdi. Sizlar do'stlar mening vakilni qamab olib, bizni zo'rlab ko'rikdan chiqarmoqchi bo'lyapsizlar. Sizlarning samimiyatingiz shumi? Vijdoniga qisam men armiyangizning ko'rib peshib turishini nihoyat olqishlayman. Albatta. Ko'rib peshib Lidamazning qarmog'ida bo'lmagan bo'lsa, ish nihoyat o'ng'ay bo'ladi. Ha? Men sizning bunday yaxshi niyatingizni rostla qadrlayman. Faqir armiyangizning nihoyat yaxshiman. O'ylab ko'ring. Lidamazning odamicha kuchi ko'p, uni ustiga qandaycha oqilanchi. Qandaq bo'lmasin sizlarning shimoliy Jiangsuda kuchinglar nihoyat ojiz, albatta. Men qimmatli armiyangizning muosirini buzib chiqib, Changjiangdan o'tib, shimoliy Jiangsuda Yapon qarshi dag'dug'ini kuchaytirishni nihoyat umid qilaman. Ammo
Yapon qaroqchilarining Changjiangdagi muasirasidan o'tish ancha oson ish emas. Lekin ba'zi yapon qaroqchilari va qo'rchoqlar bilan til biriktirib, ish ko'rish qo'zg'ab, bizni yo'qotmoqchi bo'lyapti. Ishning qiyinligimi mana o'sha. Biroq haqiqatan urush bo'lib qolsa, qimmatli armiyangizning butunlay yo'qolish xavfidan qutulishni aytib qiyin. Agar yapon qarshi urushning yaxshi vaziyati buziladigan bo'lsa, buningdan kelib chiqadigan barliq yomon oqibatlarga sizlar javobgar bo'lasizlar. Nima? İzzetliganni bilmaydigan narsaga. Furjonga qo'y. Endi benni chang baqlash kerak. Baba. Ciddi telegramma. 24. armiyaning janub asos kuchlari Lanshan mag'lub qilgandan keyin daryo bo'yiq odamlarni to'plab Changjiangga o'tish urinibdi. Kanjushi 24. armiyaning asos kuchlari Changjiangga o'tishdan burun ko'rikni qo'lga olishni buyuribdi. Buni lekin Furjonga qo'y. Vaqtida hukm chiqarib darhol harakatlanish lozim. Yangi 4. armiya Changjiangda o'tib qolsa qanday qilamiz? Mening ansiraydiganim Mobadi Yangju'dagi yaponlar kutib turmay, o'zini harakat qilsa, u chaqda balkim bizning Jangju. Furjonga qo'y. Kanjushi benni chang bog'laganda siz ishni oxirga suraveradigan bo'lsangiz, biz bu halni o'z oldimizda harakat qilaveramiz. Andaqda bo'pti. Menmi darhol harakatlanay. Bizmi? Furjonga qo'y. Ko'rik beshiga berib haqiqiy ahvolni o'qitga. Sizonjo, halo. Tayyorlik kirib o'g'illik saati ish boshlanglar. Urdi, jumunja. Darhol shaharga harbiy holat chiqala. Maxfiyatli qat'iy saqlansin. Qanday janggoh? Biroq biz mard-mard oldin aytib qo'yayki, kimki bizni qiyin holatga tushirib qo'ydi ekan, u chaqda men uningga qat'iy rioya qilmayman. Bahar quyoshi nur chashmoqda, g'olibiyat naqshi yangrimoqda. Yaxshi. Nayt yaxshi. Haqiqatan yapon qarshi parlaq manzir borliq ketdi. Qimmatlik armiyamizlar 2 kun ichida xalqni tashkillab, tashviqot xizmatini shuncha yaxshi ishlabdi. O'zi, men sizlarga butun vujudim bilan qoyil bo'ldim. Shundoq bo'lsa-mu, ba'zilar bizning yapon qarshi bozorimizni amaldan qoldirmoqchi bo'lyapti. Bundaq ta'sirli naqsh ovoz bilan ko'rib beshi haqiqatan atrofda bir necha istekan bo'lganda yapon qarshi turishning haybati texmi ashaddi. Siz bizning istekamimizning yo'qligidan afsuslanyapsiz. Shunaqa. Biz ittifoqlashib yapon qarshi turishni mo'yin bilamiz. Biroq ba'zilar qaroqchilardan mudofaa ko'rmay, aksincha qurolning uchini bizga qaratmoqda. Monsining, men yana ko'n gapimni takrorlayman. Sizlar bu kichkin ko'rib beshini o'tinib bersanglar, bu milliy manfaatni nazar tutganlik bo'ladi. Milliy manfaatni hargiz do'st armiyani ezishning bonus qilmaslik kerak. Ya, faqir bu yo'lsiz to'qinishdan saqlanib qolishni umid qilaman. Yaxshi. Siz berib pulning jihoga aytib qo'ying. Bizmi ashi ko'ni gap turmaymiz. Kishilar bizga chaqilmasa, bizmi kishilarga chaqilmaymiz. Tushundim. Kishilar bizga chaqilsa, men kishilarga chaqilman deganingiz bu. To'g'ri. Ma'qul. Nima qayta? Marhamat. Xayr.
Güvenç Hoca qaytib keldi. Kövrük beşide fakat istikam yokken. Muciye tehreç uxlab tush ko'ryapti. To'g'ri. Asli plan bo'yicha ishlama. Sen bu. Sen verip şüllencan et. Hazır düşman uklamadılar. Derhal ona ucum olsun. Buyur. Başlarsın. İtullah! Lifugan, bu xatni Lifutun jufuga gapirib bering. Ma'qul. Darhol et. Haydi Ahmet ko'rikda istikam yo'q ya. Men o'z ko'zim bilan ko'rgan. Bo'ldi. Ko'rik beshidagi istihkamning o'shinchi mustahkam ekanligi ishonmayman. Menimcha, gap ko'rik beshida istihkam bor yo'qligida emas. Belki Cansu'ya bu ayın 3. cimiyeti ağırlığı. Aramzadı. Bütün küçümüzü toplap canıyla elişi bassak, ula tamaşa kuru utandık. Şimdi gıtı kan bolsa. Bu xatni Qonjurun avatdi. Yevfuzun Juhuy. Ko'rik beşlik urush kutilmagan vaqa bo'ldi. Janobingizning ittifoqlashib yapon qarshi turishni muhim bilib, xatarlik yodin otning tizgini tortib cho'nqur o'ylanishingizni umid qilaman. Olmuş kılmış. Biz Slovendagi 40 necha ming odamni shundaqmi mungchiga o'tkazib beramizmikan? Mungchining qanchalik kuchi bor? Ko'rik beshini olmay qo'ymayman. Shizimcho, bor, jumunja. Hamda sen bütün kuchni to'plab harakat qilinglar. Ko'rik beshini olmaguncha mening oldimga kelishma. Bana 3-ciliğini qanaqa qilamiz? Bu 3-ciliği bo'lmasa mungchini yo'qtalayman. Jumunja, ko'rik shimolidagi 3-ciliğning mudofaa o'rnini topshirib ol. Bo'ladi. Bu Xelavu, bu Shijingju. Bugün biyaga Juminjini yetkazib keldi. Ahvolni qaraganda, qattiq jang oldigan turadi. Dodamaz biz bilan zo'miz o'ylashmoqchi. Shunday. Hocam, eğer bizim birer kısmımız düşmanın arkasında üstünlük payda bulup kalsa,
Ular qanday qiladi? Yaxshi. Düşmanlar bizni ko'rinla saqlaydi deb o'ylayotdi. Düşmanning mush xato hukmini foydalanib, ma'lum qismni ularning keyniga o'tkazib, düşmanni amalsiz qoldirishimiz kerak. Meningcha shunday qilsak bo'ladi. Bako! Kirim. Shunday. Qanday qilib var? Kelim. Qara. Bu Jiang Shengding, bu Halao, bu Xi Jingju, bizchu. Biz düşmanning orqasiga o'tamiz. İşkilen verilse qanday? Keyin beramiz. Darhol tayyorlanib yo'lga chiqinglar. Urushni tong sahar 5 cho'qin boshlash kerak. Bo'ldi. Qarindosh aka aytinglar, obdan urush qilsin. Ko'rikni olib bo'lgandan keyin 3 kun panja qilamiz. Ha, to'g'ri. Voy. Kamoja. Chiqib ketgan qismdan xabar bormi? Yo'q. Ben hayırıp şimal tarafdagi ahvolni so'rab yo'qman. Bo'ladi. Wang Yingjiang, birinchi mirsin diaqqa keldi. Birinchi numurma? Ben Wang Ying. O'zimizdagi Jo'minchaning qismlari jim yotdi. Sizlar bizni janub tarafga o'tkazib qo'ysangiz, jangchilarning qo'li qichib turolmaydi. Meningcha o'zingning qo'li qichib qolgan o'xshaydi. Hozircha oldirmay turinglar. Bir pay odam chiqib dushmanning harakatini guztinglar. Qolganlar tayyorlanib buyruq kutib tursin. Vaqt kelganda sizlarga jang vazifasi topshiramiz. Hayt, yaxshi urishinglar. Zo'yan, düşmanlar şarjınıntın biz kirdi. Sen verip teşkiller, düşmanını kat'i çekindirinler. Buyurun. Ha! Tut! Düşmanını kat'i tutanlar! Cıhı bunu al. Vay. Vay, cıhı bu ma? Süleyman. Vay! Uzun cıhı ma? Ha. Mungchining jinxuy bo'lsa aran bir necha 100 metrlik qoldi. Yaxshi. Yaxshi urishdinglar. Jo'minjaga darhol buyruq qil. Ko'rik beshiga shiddatli hujum qilsin. Bo'l, Shijonjo. Sizlar yana bir g'ayrat qilsanglar, ko'rik beshi meni qo'lim qo'ydi-da. Sizlar Jo'min jinxuy bizni tugran keldi. Jihoy buğu derhal daklat qil. Bizning Timjin Zungduydagi barliq jihoyan va jangchilar to'liq ishonch bilan ko'rikni qat'iy saqlaymiz. Qismlarimizning o'z vaqtida daryodan o'tishini kutamiz. Mingchi yu. Ma'qul. Voy. Ha. Nima? Qaysi vaqt? Ha, stop. Ma'qul. Temkan jangda aloqa qilishaldinglarmi? Yaxshi. Davomli aloqa qilishinglar. Bo'ldi. Qarindoshlar! Mungkin sal mukofotda. Bo'ldi. Bilim. Nima ish? Buzunluq ishini darhol
Yeni 4. armiya bizning aq yo'limizni to'sibdi. Wang Yun, ben sana bir hoş haber itay. Jingtanjang düşmanning arq tepida urushni boshladi. Sizlar ko'rdinglarmi? Shi Jingju qochdi. Sizlar yondan qistab kirib uning rasaidini beringlar. Hujum kanay sadasi yog'risin. Shunda, hujum kanay sadasi yog'risin. Qanachi, dur. Yürgünü soğuramaydıgan bolsam, atamның balısı olmay gider. Baba! Cüzlerde hareket etmep dur. Nima? Cumunca! Neymiş ki hareket etmeyse? Askerli uruş konu mağlutudu. Yetiş gerek. Kulağının açığını keltirip koysak bizim birleşim işimiz. Ondak seni etmeseyden! Cumunca Jang meydanda askerlere cemiyeti oldu. Düşmanımdan dil biriktirdi. Bunu katlı yazılık gerek. Hazır ben ademge ciddi ihtiyaçlık bulmagan bolsam, bunu bula! Fuzun Jokoy, Jangsu ülkesi sizin yerinizin işgal kılabilişten korkamsınız? Hay, bizim oturumuzda işlerini hal kılış. Naydım oğlay. Hazır 8. armiya yanfo kıstat geldi. Yeni 4. armiyanın asas güçleri deryadan ötüşkü başladı. Bunu obdan hesaplap görün. Öz tesir daireniz yerlerini saklap kılış mıyım mı ya Gonsan'dan karşı duruş mıyım mı? Bu ne? Ben yeni bir oynayıp görey. Siz Jangshingbingni yurtga keling. Ben onun bilan Hanju ishini haqida davolishman. Bo'ldi. Danchang, oldin sep qilib to'qishga nazorat qil. Jangshingbingni xat yoz. Juminja bilan Jangshingbing mayli seçip obdan muzokirlasin. 2 kun ichida ko'rik peshini olamasa, uni jazma etmayman. Damadı Jumunji bilan Jangshingbingni majlisda chiqib o'yladi. Bundan foydalanishni bilish kerak. Qanday foydalanamiz? Jumunji eng yaqin odamlar bilan majlisga birga keladi. Sening maqsadingcha majlis qishqirish bahonasi bilan ularni biroqla to'g'ri tushirmoqchimi? Sen yaraysan. İşimiz buna taqiyatga chiqqandan keyin men seni Hanju ishiga yaxshi tanishtiraman. Fakir Jang va Hanju ishining irodasi bo'yicha Kungchandan qarshi turishni hammadan a'lo bilaman. Sen hatto Jangshingbingga obdaroq tushundigin. U darhol harakatlansin. Men ketaveray, ha? Ma'qul. Tokni boldirib to'xtatdi. Tefugan. Ha.
Bu xatni Jingshinbinga yo'latib et. Jingshinbin sizlarning o'z qo'liga tegsin. Ahir zaharxandalik qildi. Jo'mingga yapon qarshi turishni o'ylab, Gongchandan qarshi turishni yoqtirmagandi. Biroq bu jahillar barliq chora-tadbirlar bilan uning ziyondash qilmoqchi. Hozir Jo'sining turgan muhiti intayin xavfli. Bir amal qilib uningga bu xabarni yetkazish kerak. Xonjo'rim, agar mening haqiqiy jungo kishisi ekanligimga to'liq ishonsangiz, bu vazifani menga topshiring. Sizga albatta ishonaman. Aldan sep ketdi. Qarang. Bizning maslahatimiz bo'yicha boshqa qismlarning foydalanib, Jo'minja bilan Liyeni tutmoqchi. Demak, majlisda ishnomi bilan bizni to'g'ri tushunmoqchi ekanda. Tezroq komitet maslahatlashaylik. Ha, vaqt noyisiz. Oldi bilan Mo'silon bilan aloqa bog'lash kerak. Bu xatni Mo'silonga o'z qo'liga bering. Menmi? Ha. Hargiz lilamozning odamlarga yo'l qo'ymang, ha? Zinufka, sen bugün nait teçhiksizlik kılsan. Men bilen meslekleşmeyle yeni 4. armiya bilen alaka bağlattı. Muşundak kılışın doğru mu doğru emas. Menin silahlıkın turuyversin. Akıllık sıfatlarını bende soruşun doğruydu. Ama sen... Aka ben sizi meslekleşmek gittim. Keçiktin. Çatakının çoğunu çıkardın la. Dözümü o xatni
Tatlı aldım. Ben adım evettim. Aka. Dursunlar! Nima uchun odamlarga meni chiqarmay to'sib oladi? O'zimizni bir oz besib olaylik. Birdan bir chor cho'kik, ochchilik qilgan ekankan qul qilib, o'zing chiqib darhol meni qilish lozim. Sizning to'zingizni qo'yib vaqtincha ahvolni taklif qilmasligingizni so'rayman. Agar voqea cho'ngib ketadigan bo'lsa, buni yig'ishtirilishini aytib qiyin bo'ldi. Bu ishlarning hammasi odatda mening ching boshqarmaganligimdan bo'ldi. Keyin ularning adabini men raso beraman. Aka, sizning bu yaxshi niyatingiz yaxshi javobga ega bo'lmasligi mumkin. Bu nima degani? Ba'zilar Jangshin bilan ular aloqa bog'lab majlis etishni, bizning uyimizning qorallarini tatib olib, sizni biroqqa torg'i tushirmoqchi bo'lyapti. Kimni da'vatsan? Seni da'vatman. Uloqma! Mana bu paket. Karşı alın. Yapacaksanlar. Sizlarni qarshi olamiz. Yigirmi yıldan beri qavri olav yuribdimi? Bu ishlar o'tib ketdi-ku. Allah! Asal qismini sanani o'tibdi. Ruhsat yok! Kim çekin diken kallısını alamen! Nan kapı la! Hemen nan kapı! Uyanı katli toplaş gerek! Yekun, men bolla. Tügeçtik. Moşu bir neç gün işide Şijingju esrigi düştü. Dönzimin öldü. Cumhurca evlenliği asilik kıldı. Halavodun diyen ha geldi. Yeni 4. armiya Juligon'u işgal kıttı. Lekin, biz çıdaşlık veremizsek, menimcha qo'shinni Nanjingga yo'tkab ketganimiz yaxshi. Undaq chaqda yapıllarning qo'yniga kirib ketishdan nima ma'ni chiqdi? Unda hozir qanday qilamiz? Men Zonjiqo'ga telegramma berdim. Qandaq bo'lmasin degan qaytib keldi. Avval uning fikrini anglab baqayli, ondan bir gap bo'la. Voy, aman. Nima? Bo'ldi gap qilma. Bu sir qat'iy saqlansın. Buni askarlar bilib qolmasin. Shahar darvozasini darhol taqa. Ha, darhol. Kichikdagi kalonni olib. Tuğka, yalan buldu. Yan satın gelmeye yakın kim kaldı? Benim haberim bak. Ve bütünle tüveçtim. Yan satın gelmenin asal çıkış bir keldir yapardan ulan. Eskeldirip kaçıp oldu. Ve ulan Türkiye midir? Çekilip daha eskeldi ulan. Unzağıt aldık yayavaz aran tosunu aldı. Çoğanka, dervazına içersiniz. Eskerler kilovasın. Bu mu sen mi sokuşumuz? Kumpet! Sen şehir kilovasan, ben de her kilovalı ben. Buyur. Unzağıtının altından derhal kaçsın. Uy çoğanka, eskerlerim en bir kâkemeydi. Ramzat oğru men yanımda Ramzat! Hudun jo'qoy. Ikkinlarning kagini aytib yaxshi bo'ldi. Yekunga yordam qilib bir maslahat ko'rsanglar. Ish bu yerga yetganda meningcha Jangju'dan voz kechishdan boshqa hech qanday iloji qolmadi. Nima? Bo'lmaydi. Jangviyan bilan Hanju'ning buyruqsiz Jangju'dan voz kechish qat'iy ruxsat yo'q. Sizning rostli samimiyatingiz bo'lgan bo'lsa, Hanju'ga darhol telegram bering. Bu bana yardım berse, Jangju'nun arif oldum ben hemen. Jirak çıkısı, bir yerde ki siz onu kandıramaz mı ki değmen? Ne bileyim, bizden ağırlıkınız şunca yakın tutsa, onu kandak yer çıkısı değil unudu.
Bugünkü kunda Sennonglik 8. armiya Yanfoga xislab keldi. Xinhuaga ta'dil sanmoqda. Hanjoshi keyingi ishlardan g'am qilmaydilar emas. Bu haqda o'zlari uni kechirsa ola. Yoki askar va yordam qilishga unamaysizlar, yoki jangjo'dan voz kechmaysizlar. Sizlarning maqsadinglarni hech odam tushunib bo'lg'ini bo'lmaydi ekan. Vansha, sen men jin tarafdan bir amal qila olamsan. Bu balkim kechikib qoldik. Aramdagi munofiq! Sen ablahlar, men bu yerda qiynalsam, biring yordam qilgin unamaysan. Biring ketib turib tomosha qilsan. Men aytib qo'yayki, bir iloj qilolmaydigan bo'lsam, shahar darvozasini ichib, yana to'rt kelmay taslim bo'laman. Lo'vo! Shahar darvozasini ichib! 坤，还是冷静的考虑一下，到南京去吧。啊？快点，快点！Ulan, stop! Hemen to'xta! Bu nima ish? Bo'g'ozingizni qo'y. O'qichyapmiz. O'qichish? Men kechmakchi. Qaytish! Alikun, bu yoqqa. Ay ufka, bu nima qilganing? Men qaytish vaqtida sizlarga Unsandanga taqobil kelishda ehtiyotchan bo'linglar deb qayt topilgan edim. Mana sizlar düşmanı sel çaklapsizlar. Mana bu eski tanzilemde qandaq yig'ish tursa qana. Mening beshimga oid xat. Zungjihoy. Suluvanda qilib qolgan qo'shnichilik kuchni saqlab qilish uchun siz hozircha qismlarni Nanjingga yetkazib kelsangiz, keyingi fursat bo'lganda Jangjuni qaytarib olishingiz mumkin. Zungjihoy. Taqir qismlarni oldi bilan Xinhuaga chekindirib, ondan Hanjoshining bir tutash qo'mondonligida Jangjuni qaytarib olishingizni taklif qilaman. Nima chiqanda? Men butunlay sizning qaroringizga bo'ysunaman. Nanjingga ketish atlashmagan ish. Birar amal bo'ldi ekan, bunda halokatga yo'lmamasimiz lozim. Ammo urush qilavergan bo'lsak, Jangjuni saqlab qolmayli qolmasdan, balki Shimoliy Jiangsudan turgan joy topolmay qolamiz. Xinhuaga ketsak, Xinhuaga taynamdiq. Yo'q. Sen o'ylab baq. Jangju qo'limizni kessa, Xandaychan ikkimizga ig'doshlik qilamdi. Zongjihoy. Rostdirli siz bu faqat biz tarafning xiyoli. Yangi 4-chi armiyaning qandaqligidan hozircha xabarimiz yo'q. Zongjihoy. Tundu. Bu Mungsilingning sizga yozgan xati. Zongjihoy. Mening bir og'iz so'zim batdi. Hozir aytsam muvofiq bo'ladimi? Aytiver. Yangi 4-chi armiya bizga cheksiz yaxshilik qilib mush darajaga yetdi. Biz boshqalarning aldam xalqisiga kirib, yana xatolashmasligimiz lozim. Suluvanning manfaati uchun Tikyaning girvigidan otning tizginini tortishimiz kerak. Biz Gongchandan qarshi ishga urush qilmasaqla, ular hujumni darhol to'xtatdi. Biz yana sen charchidan aramag'in. Ombingon qayerda? Uni qamab qo'ydik. U mutahamni jalishga tuta. Uning bir talmoyiga tegirganmisan, tirangni so'yma. Sizlarning bu yerda ishinglar yo'q. Chiqish. Zongjihoy.
Jangun Şinha qaytib bağandan keyin bizning qiyinchiligimizni chiroyliqcha aytib qo'ying. Hargiz ko'ngilsizlik bo'lmasin. Ha? Zongjuxoy. Qo'ngjo'rin. Taqir bo'lmaganligimdan qo'lashimdagi kishilar qo'pollik qilib sizni ranjitib qo'yibdi. Qo'ngjo'rin, kechirishingizni umid qilaman. Yapon qarshi turish uchun men ozroq qiynalsam kerak yo'q. Biroq Shimol Jiangsuda Yapon qarshi turishning intayin yaxshi vaziyatining buzilganligi odamni ichindirdi. Shundoq. Bu haqda yukun ayiblik yot kishilarga oldinib ketibdi. Albatta, mendimi ayib bor. Mushna bir paytda Jiangjudan ketmasligim lozim edi. 现在我后悔不已呀，宇坤也是万分的惭愧。我们愿意当面向黄主任赔罪。宇坤，如今事情已经过去了，就不必提了。只要我们重新和好，共同抗日，我们还是好朋友。一定，一定，一定。Thank you.